Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Jalaldin Suyuti rahmetullahi aleyhinin Halifler Tarihi namlı kitabında biz bugün Muqtadir Billah'ın hayatı münasebetlik inşallah en ahırkı dersini okumakçı. Muqtadir Billah ahırkı hilafet mezgillerde Muanis degan bir Türk kumandan oldi bir qarshi chiqqanda ikkinchi qatam yana bir qarshi chiqyapti ve Muqtadirni o'ltiryapti. Biz shundan shuni his qila olamiz. Bir qatam xiyonat qilgan odam ikkinchi qatam cho'qim yana xiyonat qilib qo'yishi mumkin. Cho'qim jildizi yo'qtish kerak. Chunki bu o'zing ojizligidan tövbe qilib olgan bo'lib oladi. Yani sel kuchaygan vaqtida yoki kuchlik bir tarafni topgan vaqtida şu taraf orqali yana xiyonat qilishni boshlaydi. Hijriya 320-yil bo'lgan vaqtida Muanis Muqtadir Billah tarafga yurib, Muanisninki ko'pincha qo'shini berberlar edi deydi. Berberlar hozirgi shu Algeriya, Tunis xalqi mana shu berberlar bo'ldi. Muqtadir Billah bilan Muanisning qo'shini uchqashdida ikki taraf hamda. Vaqtida Muqtadirning atrofida jiq askar yo'q, hamda saroydan bostirib borgan vaqtlar. Bir berber Muqtadirga bir neyzni otdi-da, shu neyzni tekkan barabar yagi go'ppit qilib yiqib tushdi. Ondan qilich bilan bo'g'izladi, kallasini kesdi. Beshini bir neyzga chekdi. Ondan uchisiga qimmatbaho to'n hamma narsani tortib oldi, ilib oldi. Evrit o'chib qolib qoldi Muqtadirning. Hatta ot çöp bilen yiyip koydu. Kiyimlerden tatip elevaptı da. Anda bir yani kovalap şöyle kömbetti. Mana bu 320-yili Şavval ayının 27'de ya 26'da çarşamba günü yüz bergen vaka edeydi. Hem deyilişçe bu adamdaki veziri şu günde azrak bir xil bir şumpallık bir müneccimli var. Baxşıdaxan kahilla şu günden bir şumluq ekanligini azroq bildirgan ekan, samik sog'gan ekan-da Muqtadirning. Muqtadir vazirga bu debdi, qanday vaqt bo'ldi azar? Degan ekan, zavol vaqt bo'ldi desa, buningda texim shumlanib, endi ketayli davasa Monasniki otliq qo'shini bostirib kelibdi shu vaqtida. Urush boshlanib ketib qolgan dedi. Hem de Muqtadir Billah'ni o'ltirgan berber gelse xalqlar onun vaqirab, jaqirab. Bu şu Darul Xilafa, yani şu saray qilmoqda Xalifning saray tarafga Qoyirni xalif qilamiz deb maqsad Qoyirni chiqmoqchi hamda. Shu orliqda bir shoxa yoki bir xoxa, bir bog'lam xoxa desilip gitip şunu bunundan kaçıman dep qassobninki kanarsiga deldirib berilib qoldi da. Buni go'sh asadigan chapras bu gachchidan bunu tatib ketdi. Kanariga isib qoldi hamda. O iti kanarning ostidan bo'sab mangdi. Bu kanariga chapilib qoldi. Şununla öldü. Xalqlar onu tatip chiqib, bir bağlam, xo'xulallam ko'ydirib başladı. Mana behuda qilingan zulm hargiz zayi ketmaydi. Bu dunyoda cho'qim ko'rdi. Ko'rmasa u dunyoda cho'qim ko'rdi. Endi Muqtadir Billahning umumiy mijoz, axloq, xulqiga kelsak, aqli nihoyat yaxshi, komil, fikri, to'g'ri fikr qiladigan, ammo sharob, shahvat perestrak adam idi. İsrafxo. Ayollarga amroq mesela. Ayollarga o'zi xilofetning eng qimmatbaholik, yaxshi nafs mollarini shularga chechib shularga bergan. O'ziniki dedeklari var olgan. Bularga shu qimmatbaholik marvoyit sadaflarni bergan. Ig'irligi 3 misqol keldigan. Ba'zilarida Zeydanul Qahramane deydigan bir ayolga bir cevher
bir mervayetnat isil taştan yasalgan bir subhini tesbihini bergen. Unda tesbihini körep bakmaganda şu halda. Demek nurgun mal dünyani bu adam buzup çeçkan. Bu adamның şu saray ordu saraydılan 11 ming ağıvatlı var ekan, aqt qilib etken. Bular maxsus xizmat qildigan qullamda. Saqalibe, Rem, Zengi bu ulardan sırtıda. Ma faqat düznat qamlashgan, aqtallik mandalı da. Rimliklar başka, belki bu Türkler, yak Araplar buluş mümkün. Negirlar bunu sanamagan bunun içinde, uşaq-çüyeklerini. Saqalibe degan Rus, Ukrayna tarafdaki qullar bo'ldi demdi. Bu adamniki 11 uğavalısı qilib qolgan. Demek o'shga balasi qilib qolgan ekan, hammasi uğavalar. Endi shu bolalar eng ko'p huquq tutgan xaliflarni bayon qilib o'tayli. Endi bolalardan xilofetga chiqqan 3 balasi xalifa bo'lganlarda Razi, Muttaqi, Muti. Mana shular Muş 3 xalifininki 3'tün balası xalifi bo'lgan. Shundaqla Mutawakkil va Rashidning balları ashta ko'p xalifi bo'lgan ballardan. Amma Abdülmelik kelsak, onun 4 balası xalifi bo'lgan. Padişahlıqda onundek bir o'xshi yo'q adam mavjud emas. Bu İmam Zahabininki degan gapi. Bu İmam Zahabi o'zining zamonasida bo'lgan tarixini da'vatida. Ama İmam Zahabi dünyadan ketkendiğin kin Celaleddin Suyuti özün kögünü emdi dedi de. Men deyme dedi Celaleddin Suyuti. Bizim zamanımızda Mutevekkil'ninki 5 balısı halifelik mensibiga çıkan. Birinci Musta'in Abbas, Mu'tazid Davud, Mustakfi Süleyman, Qaim Hamza, Mustencid Yusuf. Demek Mutevekkil'nin dünyada misli yok, o'xshi yo'q bir xalifa. Balasidan 5 aylan xalifa bo'lgan dedi. Endi bu xalifalar qanday xalifalar desak, bu Hulaku Xon Mo'ng'ullar Abbasiylarni Bag'dodda vayron qilgandan keyin bir necha yil o'tgandan keyin Misrda Mamlukiylarniki davlatda tiklanganda shu orliqda. Memlukiler hazırki İsrailiye tavallikideki Eyni Calut'ta Moğollarını veyran kılıp onu çekindiyenden keyin Abbasilarni qaytadan qurib chiqqan. Lekin bu Abbasilar burunqi Bag'dod Abbasilarga o'xshash qo'lida erkin huquq yo'q, siyosiy kuch uning qo'lida emas, faqat qo'chaq boshqurdiganlar Mamluk turklar boshqurdi. Mana bu yerdeki Celaleddin Suyuti'nin demakchi bo'lgan Mutawakkilning 5 balasi degan gap Misrdagi Abbasiy xalifelari. Demak bular qo'chaq xalifelar. Endi ismi Ja'far bo'lgan xalifelardan İmam Sa'alibi rahmetullah aleyhinin Lataiful Ma'arif namlı kitabida bir qiziqarli bir masala bayon qilinibdi. Ja'far ismli fakat 2 adam xalifa bo'lgan. Biri Muqtadir Billah bayamqi, ya'ni biri Mutawakkil. İkisi bu Mutawakkil Muqtadir degan laqimi. Ama haqiqiy ismi nima deganda bularning Ja'far. Bu ikkalisi o'ltirilgan bularniki. Mutawakkil çarşamba günü kechda, Muqtadir çarşamba günü kunduzda o'ltirilgan. Endi Muqtadirninki ortiqchiliklardan Ibn Shahin degan adam hikoya qilib shunday deydi. Bu adamniki şu vaqtdagi vaziri Ali ibn İsa ibn Saida bilan Abi Bekr ibn Abi Davud as-Sijistonininki orasini isloh qilib qo'yay debdi. Bu yerga Abu Bekr degan kishi İmam Abu Davud Sijistoni eng chong muhaddisninki balasi bo'ladi. Bu ishkaylan shu ayni davrdagi nayt katta büyük o'lim oldin. Ammo ikkisiniki orasida azroq bir adovatlar bo'lgan ekan. Bu vazir debdi Abu Bekr, Abu Muhammad kelsak o senden çoğun İbn Saida'nın gibi. Şunun kaşığı bir kopap onundan berip yaratsan dese ben onda qilmayman debdi. Vezir debdi de sen bir saxta, ilgar, saxtkar bir şeyh ekansan
degandan keyin ibn Abu Davud mundaq debdi. Yolg'on saxt shayx Rasulullohga shundami? debdi. Rasulullohga mushta yolg'on kazzoblik qilayotgan shayx demoqchimisan? debdi-da. Asli bu yolg'on saxt emas. Bu ishkalarning orlig'idagi balki masala azroq shu diniy masalalarda o'xshamaslik, fikr o'xshamaslikdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin. Chunki muhaddislar azaldan aytdi, diniy masalalarda bir oz qattiqroq yo'l tutmagan. Vazir debdi, undaqda Rasululloh kim yolg'on aytadi, kim yolg'onni to'qiydi deganda Mavo debdi. Mavo degani Ibn Saida. O bir katta shayx hamda balki bir o'ydirma hadisga amal qilib qolgan bo'lishi mumkin degandek, ya bir yolg'on hadisga amal qilib qolgan bo'lishi mumkin, ya shuni rivoyat qilib qolgan bo'lishi mumkin jarsilab. Shuni qarta muhaddislar buni kazzob deb hukm chiqayotgan bo'lishi mumkin. Ondan Ibn Abu Davud o'rnida qopab ketibdi. Yani ko'rish nishoni yo'q-da. Va vazirga qayib mundaq debdi. Sen o'ylab qolsan-da, mening rizqim sening qo'lingdan keladi deb sanasa bir ma'qul deb yolverdigan, sening oldingda bunda bir bashigdigan ko'rib qoldingmi? debdi-da. Sening qo'lingdan menga bir narsa olmayman bersan deb qasam qilibdi. Muqtadirga bu gap yetgandan keyin muqtadir ash odamga beradigan ta'minotni o'z qo'li bilan o'lchab, jinglab, uni bir xizmatchiniki qo'lida bir taksiga silib avatib beradi dedi. Endi bu muqtadirning nima ishi degan vaqtida Ibn Abi Davudni, Abu Davud Sijistoniyninki bu o'g'lini bu katta o'limamda buni hurmat qilgani bu. Bu odam shu vazirning qo'lida yemaydi, shu qasam qilyapti deb o'zi bir qo'lliq bu ulamoniki xizmatini qilyapti. Hozir zamonimizgacha yetib kelgan Sunan Abu Davud nomli bir cho'ng, bir hajmlik bir hadis kitobi bor. Shu hadis kitobining avtorining o'g'li bo'ladi. Bu odam 11 katta büyük ulamalardan. Shu ulamalarni shu qadrlaydigan, hurmatlaydigan xalif edi deganni bu yerda bizga uqtirmoqchi. Ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.